bu deydi qaynonani xor qilgan, qaynotani xor qilgan, erini ham tayinli xizmatini qilmay ko'nmaysan deydi. Bo'lgan mana shunaqa yugurib kelib turib, janozani xabari kelishidan oldin buni ko'nmaysan. Meni faqat shu mana kecha ham aytaman, o'sha Abdurahmonga men o'zimni gapimni gapirdim, ko'pchilikga gapirganman-da. Men misol uchun bir kun aytib kelsam, qorovul ikkita skori turibdi. Bitta yoshroq yigit, ovatdimi o'sha? Ha, yoshroq yigit. Yotib olgan, skoriga uyab yo, skoriga, ya'ni yoshi ko'p, bitta erkak, bitta ayol turibdi-da. Yarochi nima deydi? Aka, nimaga keyin qaramayaptilar menga deydi. Ertalar azonda u tabletga xo'rmi, bir nimami ish qilib, yo'q, anaqa qilyapti-da, o'zidan ketib qolib gapiryapti. Kim bu bola desam, o'zidan, yo'q, anita mazam yo'q. Qarasam, endi basharasidan tanidim. Ukam turorningdan sen qatga kelib qolganingni bilasanmi? Dedim. Aka, chiroyli. Qiz bolamisan, men sen bilan chiroyli gaplashaman. Chiroyli gaplashavering deydi. Ko'cha o'zi. O'zi ko'cha. Qiz bolamisan, men sen bilan chiroyli gaplash. Turorningdan turg'izdim-da. Aka, u yo'q. Shunda u yo'lni nari betdi istalmani ko'ryapsanmi? Yugurib bor kalla qo'ygin, o'zing kelasan. Chiroyli, men maqamam kim bo'lsang ham ukam bor betdan o'ralashma. Endi qo'ygan qilig'ini qarang, skori xodimiga mana shunaqa muomala qilyapti. Короче, xullas hali salomlashishga ulgurmadik, suhbat boshlanib ketib qoldi. Assalomu alaykum hammaga. Bilasizlar, hammaning o'zining hikoyasi bor, o'zini gapiradigan gapi bor, lekin men suhbatimga eshitishga arziydigan insonlarni suhbatga chaqiraman. Bugungi suhbatdoshim hammaga ma'lum, Instagramda qaysidir ma'noda mashhur bo'ldilar. Hozirgi kunda ko'rko'lik bilan shug'ullanib kelayotgan Hoji Akbar aka, Hoji aka deb chaqiraman bilan. Assalomu alaykum. Suhbatimga yo'q demasdan, taklif yo'q demasdan rozilik berganingiz uchun rahmat. Hozirgi suhbatingizni davom ettirib qo'yaylik qisqacha. Ertalab azonda endi 6 da kelaman men ishga. Kelsam, mashina qabriston eshigini deydi anaqa. Skori turibdi. Tinchlik ekan deb bundoq kirsa, Samandar ukamiz endi smendaydi, qorovulchilikda. Bitta bola yotibdi. Kamida bu 30 yoshlar atrofida. Ikkita skorida bitta ayol kishi, bitta erkak kishi qarayapti. Ani bola bundoq qarasam, endi basharasidan tortib turibdi. Ani ko'chavoyroq o'zicha 90-yilda yoqib olgan. Aka, menga keyin ham qarayversinlar deydi. Skoriga kelgan odamga. Sen bundan hayron bo'ldim. Kim bu? Yo'q bo'lsa bilmayman, mazam yo'q deb kirib qoldim. Men o'ylanman, namozdan chiqib mazasi qochgan bola deb o'ylasam, tabletga qo'yib, azginchkay bo'lib, bu qilgan kechasi bilan qayerda o'ralashib kelib, mozorga kirib yotyapti, xullas. Skori chaqirdim, mazam olmayapti. Keyin gapidan bundoq qarasam, o'sha o'zidan ketyapti. Ukam turorningdan dedim. Nima, aka? Turorningdan chiroyliroq gapiring. Nima, qiz bolamisan, men sen bilan chiroyli gaplashaman. Turorningdan dedim. Aka, uka, yaxshi dedim. Deb o'zingdan ketib qolsan, ukam, boshing og'riyotgan bo'lsa, yugurib yo'lni nari betdi istalbani ko'rasan, yugurib bor kalla qo'ygin, o'zingga kelasan. Sen qattaligingni esdan chiqarib qo'ysan. Skorilarga ham aytdim, aka, siz nima bunaqa chiroyli, bunga bunaqa gapiga turdimyapsizlar desam, aka, biz xizmatdagi odammiz, biz qo'pol gapirsak kimdir yozib yuboradi deydi. Ular ham qo'rqadi. Ular ham qo'rqadi. Chunki hozirgi kunda odamlar bilmayman, bir davlat xodimini hamma menga do'lshin deb qaragan bo'lib qoldi. Noto'g'ri ishda, misol uchun sal haddini bilish kerak bo'lib qoldi odamlar. Men misol uchun hozir ko'p qabriston tozaligiga, boshqaga targ'ib qilishga harakat qilyapman-da. Oldinlari davlat tarafidan shanbaliklar uyushtiriladi. Maktabda, bog'chada, hamma yoqda subotniy degan narsa bo'lardi. Shu narsani endi hukumat bir tarafdan odamlarni majburiy mehnatga ana qilmaylik deb yaxshilik qilargan bo'lsa, odamlar o'sha eshigini tegini sipirishni ham esdan chiqarib qo'ydi. Davlat tarafidan mana shu 1 yilda 2 marta konkretni hashar qildirishligi ancha narsaga foyda bo'lgan ekan deb bilaman-da. Maktabdan kelishardi, kollejlardan kelishardi. Ham maktablarning atrofi tozalanardi, sal bo'lsa ham mehnatning qadriga yetardi. Lekin hozirgi kunda hamma narsaga obodonlashtirish, mana oddiy misol ijtimoiy tarmoqda shu ko'chani tozaligini odam yaqinda avtobusdan haydab tushirib borishyapti. Oddiy misolda ko'rib men aytaman, bular ham o'zidan o'zi ikkasidan o'kiga pishkom yurib borguncha vaqt o'tadi. Shu davlatda, ular ham davlatda ishchisi. Qayerdadir tozalagani ketyapti. Bularga bunaqa qo'pol muomala qilishlik noto'g'ri. Odam o'zini hurmat qilgandan keyin birovni ham hurmat qilish kerak deb bilaman. Hozir ijtimoiy tarmoqda mana intervyuda qisqa parcha chiqib ketdi, Ra'no Yarashevani videolari ko'z tushgan bo'lsa, ya'ni ma'nosi nimaki, kelin nima uchun qaynona qaynotaga xizmat qilish kerak emas degan ma'nodagi gaplar tarqalib ketdi. Kommentariyasiga kirsam, hojiga bitta narsaga men hayron qoldim. Mayli, u to'g'ri gapirganlar yoki noto'g'ri gapirganlar demayman-u. Lekin kommentariyasida yosh qizlar, turmushga chiqmagan qizlar shunaqangi ya'ni cho'qib tashlayapti haligi insonni-da. Yoshlari katta, xalq artisti. Ularni o'zim ham ko'rdim. Sal
qo'rsroq endi to'g'ri mametlari kelib turgan bo'lsa shu temada jahllari chiqib emotsiyada gapirgan bo'lishlari, lekin uni yetkazish, ular baribir xalq artisti, boshqa xizmat ko'rsatgan artist, ularni yetkazishligi birmuncha yumshoq bo'lishi kerak. Nega uy joy boshqa xuddi vimogat qilgandek gapirilyapti-da. Endi misol uchun qiz tarafi men ayollarni ketini ko'tarib bormoqchi emasman. Aytma, o'g'lingiz uy qilib bera olmasa nimaga uylandi degan ma'noda ketyapti. Chunki hozirgi kunda uy joyli erkak kishidan ko'p narsa talab qilib yuborilyapti-da. Misol uchun to'g'ri dinga ahamiyat berib odamlar shariat tushunib qoldi, lekin faqat bir tarafga olish kerak emas. Misol uchun meni buvimlar rahmatli yetarli. Men shu uchastkani ko'targuncha dodang rahmatli bilan bizni go'la quyib ketardik. Shanba oddiximizda go'la quyib, mana shu ikkita uyni ko'targanmiz deyishardi. Ne hamma narsani erkak qilish kerak, ayol kishi anaqa qilish kerak emasmi? Ustasini ham boqish kerak. Endi bunda olib qarang. Bobur aytgan-ku, har kim ki vafo qilsa vafo topadi, har kim ki jafo qilsa jafo topadi. Yaxshi kishi yomonlik ko'rmagan hargiz. Hayoti davomida o'zi ertaga o'g'lini, ayoli uning uchun yaxshi muomala qilishini, xizmatini qilishini xohlasa, u ham yer dumaloqda, baribir aylanib keladi-da. O'zing nima qilsang ekkaningni o'rasan. Xudo shunaqangi chevar zotki, ertaga sen nima qilgan bo'lsang, mana men misol uchun ko'pchilik shuncha hayotni, shuncha narsani qayerdan biladi? Odamlar 50 ta oilani bilar, jaborsa 100 ta. Butun qabriston ko'milgan oilalarni bilamiz-a biz. Hammasini taniymiz. Bir xillari bor. Meni kelinni ko'nmaysan bu qilxonaga. Eri bo'lsa ham ko'nmaysan deydi. Bu deydi qaynonani xor qilgan, qaynotani xor qilgan, erini ham tayinli xizmatini qilmagan, ko'nmaysan deydi. Bo'lgan mana shunaqa yugurib kelib turib, janozani xabar kelishidan oldin buni ko'nmaysan. Bu butun oilani parokanda qilgan. Endi bundoq qarasangiz g'alati-da. Ota bobo, adez, onez uy quradi, boshqa qiladi. Ikkita kelin urushib qolib, ham aka-ukani sovutadi, ham o'zi bitta g'ish qo'ymagan uyi sottirib yuboradi. Mana shu narsalarga nima sabab men kommentariyani o'qiyman-da, Ra'no opaga yozgani. Aytayaptiki, sizga deyapti bo'lgan hurmatim palondaka bo'ldi deyapti. Endi qarang, bu bitta odamning hurmatsizligi bilan Ra'no opani hurmati tushib qolmaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan u inson yoshi katta inson, hayotni ko'rgan inson, ularni gapirayotgan gaplarini nima oladigan bo'lsangiz, u xizmat deganda sizlar xizmatkorni nazarda tushunadi-da ular. Yo, gap xizmatkorlikda emas. Kelinlik vazifasi degan narsa bor-da. Masalan, siz ham ayolingiz onangizga bir ovqat qilib, bundoq u xizmat qilish emas, u kelinlik vazifasi-da. Endichi aka bitta narsa-da. Oldinga o'xshab so'ch yurib, boshqa qilib olishda yo'q, boshqa yo'q. Yaxshi ko'rib qoldi. Bu ona birovga anaqa qilgan. Xullas, qisqasi teng-tengi bilan bo'lmay qolyapti hozir. Teng-tengi bilan bo'lmay qoldi. Birinchi masala shu. Teng-tenglik degani farosatda, oriyatda, iffatda tenglik bo'lish kerak-da. Ko'rmagani qursingiz, yengi boy bo'lib qolib bitta uchastka qilib turib, Mametni yani bir marta esimdan chiqmaydi, ukamiz uylanaman degan edi. Uylanaman deb endi taqvodorroq oila ekan, o'shani qiziga boringlar degan. Borgan. Endi qaynotani o'zi gaplashibdi. O'g'lingiz ibodatda, namozdamisa, ya jumalarga chiqarsa, men jumavoyga beradigan qizim yo'q deganda. Yo'q, eshitmoq bilsangiz, taqillatib borayotgan eshigingizni kimnikiliga borayotganligingizni bilishingiz kerak. Teng-tenglikda deyilyapti shunda. Men ochuvchasiga ketgan qaynotasi. Men jumavoyga o'g'il qiz bermayman degan. Ya'ni ham undan xabar, men bolani nima qilib tarbiyaladim. O'shanga tarbiyasiga mosroq odam mos bo'lish kerak. Hozirgi kunda nima bo'lyapti? Endi uy yaxshi ekan, men maqasi anaqa ekan, bunaqa ekan, bunaqa ekan bo'lyapti. Shu bilan orzu havas birinchi o'chirtda bo'lib qolyapti. Hayot davom etib ketishligi u ikkinchi masala bo'lib qolyapti. Oldin orzu havas emas, hayoti davom etsin deb o'ylashgan. Shuni aksi ham bor-da, qarang. Siz qiz tarafga borgan, sovchi borgan temasini gapiryapsiz. Bir xilla bor, siz aytgandagi tashqi ko'rinishiga qarab baho beradi. Uyi zo'r bo'lsa, mashinasi bo'lsa, mashina qizini olsam deydi, sen uyli bo'lasan deydi o'g'liga, men mashinali bo'lasan deydi. Nimadir evaziga olmoqchi bo'ladi haligi qizni. Shunaqa bolalarga nima deysiz? Endi bor-da, yo'q emas u. Bitta gapda. O'g'illar ham tarbiya qiladigan ona bo'ladi. Bola o'zidan o'zi bunaqa bo'lib qolmaydi. Men har doim aytaman, kuchli erkakning ortida kuchli ayol, kuchli irodali erkakning orasida irodali ayol. U o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Ayollar bolani tarbiyasi bilan shug'ullanyaptimi? Bo'ldi. O'zing qanaqa bo'lsang, bolang xuddi shunga. Agar sen latta putta unga bunga ishqiboz bo'largan bo'lsang, bo'ldi, bolang ham xuddi shunaqa bo'ladi. Sen pig'ing keng bo'lsa, bolang ham xuddi shunaqa pig'i keng bo'lib chiqadi.
Sani oynada kimni ko'rmoqchi bo'lsang shu chiqadi qisqasi. Hozir odamlar nazarimda mana shu o'limni esdan chiqarib qo'ydida, xuddi o'lmaydiganda yashayotganga o'xshaydi. Sizga ham shunaqa tuyuladimi? Odamlarning qilayotgan ishi, qilayotgan postupkalari, muomalasini qarab turib, "To'g'ri shu odam o'lmasmikan?" deb o'ylab qolasiz. O'zimiz ham hayronmiz. O'zim ham ko'chaga bir marta chiqib, o'zim ham ko'rdim-da, nahotki odamlar shunchalik bir nimadan xabari yo'qmi yoki shunchalik mana shu 50 yil, 60 yillik umr. Endi to'g'ri, odamlar faqat ko'rgan narsasiga ishonadi-da. Payg'ambarni ham ko'rib turib tan olmaganlar ko'p bo'lgan-ku. Misol uchun bitta ahamiyat beraylik, ko'chaga chiqaylik. Biz 30 yoshliklar ko'pdir. 20 yoshliklar undan ham ko'p. 40 yoshliklar kamayib boryapti. 50 yoshliklar, 70, 80 yoshli odamni ko'chadan topishingiz amri mahol. Shuning uchun uzoq umr ko'raman deb emas, u yoshga yetib borishlikni o'zi bir qiyin. Unda qarang-da, o'zingiz tengilar nechtasini taniysiz? 40 yasharliklar nechtasini? 50, 60 yoshdan u yog'ini o'zi kamini taniysiz. Palonchi odammi, pisnadon odammi deysiz, bo'ldi. Oldin mahallada yoshi katta bir xudoyi qilinsa, chollar chiqib kelardi-da. Qo'limizga bundoq kirib kelishardi. Endi men kichkina bo'lganman. Hozir bir ehson qilaman desa, bir narsa qilaman desangchi, chollar yo'q mahallada. O'zimiz yoshimiz katta bo'lganda, aka. O'zimiz yoshimiz katta bo'ldi, chunki ular o'tib ketdilar, ketamiz, kelishar, ketar. U biz uni inkor qila olmaymiz. Ko'p janozalarni o'tkazasiz. Sizni eng achintirgan vaziyat bo'lganmi? Janozani yuragingiz achishgan shu holatni ko'rib. Faqat shu yoshi o'lganda bolalari hech narsani tushunmay qolganlarini ko'rsam achinaman. Bolalar hech narsani tushunmaydi. 7 yashar, 8 yashar yaqinda Xudo rahmat bitta ukamiz o'tib qoldi. Esa ko'ngli ochiq, toza, zo'r bola edi, Xudo rahmat etsin. Bitta operatsiyaga kirib 15 minutda o'tib qoldi. Endi o'g'li 8 yashar, 7 yashar o'g'li qo'ng'otgan adam endi qachon keladi deyapti-da. Hech narsani bilmay gapiryapti-da. Bu gapni 2002-yil meni ukam ham aytganda, adamlarning o'lganlarida 6 yosh edi. Adam endi qachon keladi deganda, go'ri tepasi ko'mil bo'lganda. Xuddi shu narsani o'sha yerda uni ham bolasi aytdi-da. Mana shu paytda achinasiz, otasiz katta bo'lishlik, adadigan odamingiz bo'lmasa, mana shu narsalar. Unda sizga savol beryapti-da, ko'ziga qarab turib, nima javob berishni bilmaysiz-da bu bolaga. Endi shunaqa paytlarni bolalar hech narsani bilmay, ertaga onasidan, adasidan, dodasidan adam qanilar, nima meni adam yo'q desa, mana shu narsa yurakni ezadigan narsa. Oilada ko'p janjallar yetishmovchilikdan bo'ladi-da. Ayniqsa ayollarning sabrsizligi, ya'ni shukursiz bo'lib ketayotganligi. Mana shu narsalarga nima sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz hozir jamiyatda? Ayub alayhissalom ham kasal bo'layotganlarda ayollari sizdan nima ko'rdim deb qolgani oxirgi payt. Endi payg'ambar ayol shunaqa, ayolni to'g'rilab bo'lmaydi. Ayol zoti shunaqa boshqacha dunyoga keltirilgan. Misol uchun, menga mehr yetishmayadi. Mehr beraman bo'ldi, siz yo menga pul kerak deydi. Pul beraman siz yo mehr kerak. Mana shunaqa tushunmagan nima xohlayotganini o'zi. Yo, endi ayollar shunaqa yaratilgan. Ularni misol uchun kamomatini erkak kishimiz ham ko'tarishimiz ham kerak. Endi vimagat qilib tashlashga emas u. Yetishmovchilik, ko'chada choyxona yurib, sigaret chekib, o'zim maza qilib tog'larda aylanib yurib, lekin uy mammaq ahvolda bo'lsa, nimasini qilib bermayapman degan erkaklar bor-da. Ikkita xaltada karam bilan kartoshka ko'tarib kelib, mana deb bersa-da, o'zini go'shtli ovqat yeyursa. Mana uyda hamma narsa borib turadigan erkaklar bor-da. Meni ham o'zimga aka deb rasa yozishadi, ota qo'limga kirgizmayapti, boshqa qilmayapti, hamma qizlar ota-onamdan keyin hamma qilmayapti, uni qilmayapti deydi. Sen ota hovlingga kirmayotgan ekansan, butunlay uydan haydalib ketgan odamlarning hayotini eshitsang nima deysan? Mana ishda bitta narsa bo'ldi, endi bir kun keldi. Turar ro'yxatdan o'tgan joylar yo'q ekan, bizga mammaq ro'yxatdan o'tgan mahallaning hududiga ko'milamiz desa, keyin karoji u bo'ldi, bu bo'ldi, oxiri idoraga telefon qilib, "Xo'jayin, mana shunaqa holat ekan desa, mayli qabriston bir chetga ko'mib savob bo'lar endi ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa." Xo'p, nima qilib bunaqa holatga kelib qolgan desam, bir kun ertalab deydi, "Eshikni ochaman ham, podyezdni deyman, ochilmayapti" deydi. "Na, ochsam" deydi, "Tog'am ko'zlari ko'riydi. Eshikni tagiga bolalar yotqizib ketibdi" deyapti. Agar deyapti shu tog'amni men propiskaga qo'yganimda bolalari kelib turib, meni ham uyimni sottirib yuborardi deyapti. Shu darajada bo'lganligi uchun men tog'amni boqdim, lekin men ro'yxatga qo'ya olmadim deyapti. Mana shunaqa holatlarni ko'rgandan keyin sen uyingda yasha, o'zingni, eringni uyida yashayotgan ekansan. Mayli ota-onangni qo'lingizga bora olmayotgan, balkim boshqadir, mayli ular 5-daraja, lekin sen o'zingni hayotingdan battar hayotlar bor-ku.
odamlar ko'pchilik tushunmaydi. Mana misol uchun ota-onasidan nolib qo'yarganlar bor, tuzukroq meros demagan. Mana men yerda bitta invalid, nogiron bola bor-da, yoki. Endi aytaman-da, odamlar zato seni ota-onang oyog'ing, qo'ling, hamma yog'ing sog'lom. Ota-onang mana boqyapti, qo'ldan kelgancha boshqa qilyapti. U bola nimaga hayotdan xursand, nogiron bola? Chunki uni ota-onasi nogironlik uyga olib borib tashlamagan, kechib yubormagan. Mana misol uchun hop zo'r meros deyadi, bitta qo'ling, bitta oyog'ing yo'q. Yashaysanmi? Tatimaydi ham. Tatimaydi ham, oka. Odamlarning qo'sha uylari bor. Onasining bolasi totalizator o'ynagan, anonisi tabletga xo'r, mamlisi bunaqa. O'sha hayotlarni ko'rsangiz, uyingiz sakinat bo'lmasa, bir xotirjamlik bo'lmasa, nimasi yaxshi? Bundoq eshigingizni ochdingizda, boyota bundoq anaqa qilib, siz palonchini adasimisiz? O'g'lingiz menimcha mana shunaqa hayotlarni ko'rib turmiz-ku. Odamlar otasi uyalganda uyi yarmini sotib, bolasini mana shu narsalarni yopib olganlarni ko'ryapmiz, qarzlarni yopib. O'shandan ko'ra bo'ldi, tinch yashab, birovni hayotiga havas qilmasdan o'zingning hayotingni qurishni o'yla. Okey, shunaqa achishib ketadigan hayotlar bor. Bular odamlar arzimagan narsadan vahima qilib yotishibdi hozir.